studio formatda qilingan dizaynni ko'rsanglar bo'ladi. Akkuratning hech qanaqa ortiqcha bezaklarsiz qilingan. Tayyor renderini tez ko'ringlar mana. Tez ko'ramiz. To'g'ri, sizga bitta yaqinlashtirib bering ana. Tushunasizmi nima bo'layotganini? Minimalizm stilda qilingan, skriti, hamma narsa skriti qilingan. Eshiklarimiz skriti, shkofimiz skriti, keyin mana bitta xolodilnikimiz bor. Mana. Endi hozir bu yerda ko'rinmagan, men 360 kamerada siz uchun ko'rib beraman. Qani 360 kameramiz? Mana. Mana shu 360 kamera hisoblanadi. Mana bunisi xolodilnik. Hamma sharoit bor. Yoqdimi sizga? Televizorimiz mana bunaqa. Tepadan projektor tushadi. Bu tarafda ko'rsanglar bo'ladi. Endi televizor qo'ymadik. Chunki bu dizaynga menimcha televizor emas. Shuning uchun qo'ymadik. Dizayn yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Agar kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar hal qilamiz.